Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, hurmatli aka, uka, opa, singillar. Bugun Ramazon-i Sharifni ajoyib kunlaridamiz. Bahor bo'lib ketdi ko'chalarda. O'zbekistonning ko'p joylarida ilk gullaydigan daraxtlar gulladi. Bodom birinchi gullaydi, shaftolilar, o'riklar sekin-sekin dovchasini tugishni boshladi. Bahor uyg'onish fasli. Alloh subhanahu va taolo bahorni qayta tirilishga misol keltirgan. O'limdan keyin qayta tirilish yo'q deb o'ylaysizlarmi? Ko'rmaysizlarmi? Biz qahratonda yer yuzidagi har narsani o'ldirdik. Bahorda yana bitta yomg'ir bilan qaytadan tiriltiramiz deydi. Va kazalika tukhrajun deydi. Xuddi shunaqa sizlarni ham chiqaramiz deydi. Sizlar ham shunaqa chiqasizlar, chiqarilasizlar deydi. O'limdan keyingi hayot borligiga ishonish bu iymon taqozosi, iymonga aloqador narsa. Bu majburlab bo'lmaydi, qalbiy narsada bu. Oxiratga iymoni bor odam oxiratda hisob kitobini e'tiborga olib, shuni muomalasini qiladi. Oxiratga bo'lgan hisob kitobida muammosi bor odamdan jinoyatlar sodir bo'ladi. Ko'p jinoyatlarni asl mohiyatiga, falsafasiga qarasangiz, men javob bermayman-ku degan ish bilan, meni ushlab olarmidi degan xayol bilan, oxiratda bir gap bo'lar yoki bo'lmasa-chi degan xom xayol bilan qilinadi. Natijada jinoyatlar amalga oshiriladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom zinokor zino qilayotgan vaqtida iymonli bo'la olmaydi deganlar. O'g'irlik qilayotgan paytida iymon holda tura olmaydi. Iymon chiqib turadi undan deganlar. Mana shunga ishora, ya'ni o'g'irlik qilayotganda u yoq bu yoqqa qaraydi-da, Allohni mulohaza qilmaydi. Alloh ko'rib turibdi-yu. Berkinib borib oladi, lekin Alloh ko'rib turganligini esdan chiqaradi. Bu iymon chiqib turganiga dalil shu. Muhokamasi katta gap buni. Endi uni kofir deymizmi desa, yo uni biz masalasini hozirni o'zi masalasi u. Buni nima uchun aytyapman do'stlar? Iymon masalasi o'ta muhim. Bizda umumiy, ya'ni mushtarak til sifatida vijdon deb ishlatiladi-da. Musulmon bo'lmaganlarda ham menda vijdon bor degan da'vo bor. Domir, ichki tuyg'u. O'shanga ko'ra insof doirasida muomala qilishimiz kerak har doim. Insof doirasida. Insof doirasi iymon va vijdonni taqozo qiladi. Suriyada bo'lgan hodisalar haqida ko'p gapirdik. Bolalarimizni ogohlantirdik. Ogohlanganlar, foyda ko'rganlar bizni haqqimizga duo qilsa shu. Duo qilmasa ham undan duo so'ramaymiz. Misol uchun-da bu iymoniy vazifamiz deb aytganmiz, ogohlantirganmiz. Iymoniy vazifamiz. Noto'g'ri qilishyapti bular deganmiz. Oxirgi hodisalardan xabaringlar bormi? Suriyada bo'layotgan? Abul Valid, muhojir taktikal, o'zlaricha ekranga chiqib olib, juda bir jannatiy hayotni va'da qilib gapirib o'tirishdi. Suriyada do'stlar, Rossiya, Eron va Turkiyaning o'zaro kelishuvi ostida Hay'at-i Tahrir-i Shomdagi bolalarga Suriya davlati olib berildi. Asadni olib tashaldi, unga berildi. Amerika jim turdi. Jim turishligini ta'minlashdi. Sen jim tur deyishdi. 10 million dollar boshiga tikilgan Juloniyni prezident qilishdi olib borib. Endi hozir nima bo'lyapti? O'rasa fath qildik deyatuvdilar. Tinch aholi ularga omonat topshirilgan edi. Tinch aholi. Hozir nima bo'lyapti? Hozir guruh qilib tuzib olishib, shu muhojir taktikalga o'xshagan bolalar guruh qurollangan qishloqlarga kirib, mahallalarga kirib,
odamlarni uyga bostirib kirib, xalqni o'ldirishyapti, pulini olib qo'yishyapti. Ha bu Asadning askari. Bu Alaviy. Shunaqa da'vo bilan. Natijada xalq norozi bo'lib ko'chaga chiqyapti. O'zining shar'iy haqqini talab qilib ko'chaga chiqqan xalqni Asadning tarafdorlari bo'lar, zolim Asadni Alaviylardan bo'lar deb ularni qirishyapti. Al-insof minal avsof. Insof bo'lish kerak do'stlar, insof bo'lish kerak. Ko'zinglar ko'rib turib loq bo'lib o'shaga ishonaverish, laqqa bo'lib tushaverish to'g'ri emas. Birovning qo'lida pechka bo'lib qolishdi, pechka. Pechka shaxmatda maksimum borsa fers bo'ladi, bo'ldi. Karol bo'lamaydi. Fers ham karolning xizmatida bo'ladi. Pechka sallar, hammang pechka bo'ldilar. Tavba qilganlar, gapimizni samimiy eshitganlar, e'tirof qilganlar sonsiz sanoqsizda, lekin hali ham shu xatoda, hali ham shu adashishda chuqurlashib ketayotganlarga eslatib qo'ymoqchiman. Qiyomat bor. O'lgandan keyin qayta tirilish bor. Iymoninglarni bir taftish qilib olinglar. Nima deb javob beraman Robbimning huzurida tinch aholini o'ldirgan qon qo'lim bilan? Qanday javob beraman? Savol beringlar o'zingizlarga. Savol beringlar. Suriya hali ancha muammolarni boshidan o'tkazish arafasida turibdi. Bir kishi yozibdi bugun. 2021-yildami sizni eshitgan edim. Turkiya 2024-yildan boshlab yangi harakatlarni qiladi, Lozan shartnomasi tugaydi. Suriyani ba'zi mamlakatlarning davlatlarini o'zining tasarrufiga oladi degan ekansiz. Bugun shu hodisani ko'rib, men deydi qoyil qoldim deydi. Maqsadim qoyil qoldirish emas o'zi. Maqsadim to'g'ri narsani aytib qo'yish. Hamma bir tomon bo'lsa-yu, noto'g'ri bo'lsa, ularga qo'shilmasdan bu yoqqa o'tishlikning hech muammosi yo'q. Ibrohim alayhissalatu vassalomni Hanif deyishgan. Hanif. Bilasizmi Hanif degani nima degani? Hanif degani maymoq degani, maymoq. Bir oyog'i qiyshayib yuradigan odam degani. Nimaga uni shunaqa deyishgan desa, chunki mushriklar Ibrohim alayhissalatu vassalomni ko'pchilikka ergashmaganligi uchun oyog'i toyildi, maymoq bo'lib qoldi deb Hanif deyishgan. Mushriklar qo'ygan bu nomni. Alloh taolo ana shu maymoqlikni maqtab Hanifa dedi. Millata Ibrohima Hanifa dedi. Shu ism bilan nomladi. Ko'pchilik nima desa ergashib ketaverishlik to'g'ri bo'lmaydi ko'pincha. Qur'onda Alloh taolo aksaruhum la yu'minun degan. Ko'pchiliklari iymon keltirmaydi degan. Va qalilun min ibadiyash shakur degan. Meni shukr qiluvchi bandalarim oz bo'ladi degan. Ko'pchilik nima desa ishonib ketilavermaydi. Atrofingizdagi ko'pchilik haqiqatni ifoda qilmaydi-ki. Ilmiy asos kerak do'stlar. Ilmiy asos kerak. Ko'pchilik aytsa, ko'zingizga kislota qo'ying zo'r ekan desa, shat quyib yuborasizmi? Ilmiy asosga borasiz, doktorga borasiz, to'xta deysiz. Hayot ham shu do'stlar. Ko'zingizdan qimmat narsalar bor hayotda. Ko'zingizdan mahrum bo'lsangiz, Alloh uni o'rniga qiyomatda ikkita nurni qaytarib berar. Lekin iymoningizdan mahrum bo'lsangiz nima bo'ladi? Qadriyatingizdan, aslingizdan, o'zligingizdan mahrum bo'lsangiz nima bo'ladi? Qaytmaydi-ku u. Ko'pchilik gapirsa haq bo'larmish. Bittasi bugun izohda yozib qo'yibdi. Sizni hurmat qilardim, shu bugungi kundan ana Xitoy masalasida sizni hurmatim tugadi sizga nisbatan deb.